5 ta Turkmaniston akalarimiz pasportlari 5 oydan beri zalogda o'tgan edi. Pasportini oldirib qo'ygan o'zbeklar qay ahvolda? Mana pasportlarimiz hammasi qo'limizga olib kelib berildi. Qo'limizdan kelganicha musofirlarga yordam beryapmiz. Rahmat aytamiz Aziman aka. Chechenistonda pasportini oldirib qo'ygan o'zbeklar qay ahvolda? 2 kun 3 kun oldin murojaat qilgan edi. Komandamizga kattakon rahmat aytaman. Marhamat, videoni ko'ringlar. Bo'ldi, endi unga murojaat, bunga murojaat qilmanglar. Qo'limizdan kelganicha musofirlarga yordam beryapmiz. Avvalambor Allohning izni bilan kuch birlikda aka-ukalar. Yurakchani bosib videoni podlisa qilinglar. Pasportlarini oldirib qo'ygan. Oyliklarini bermayotgan edi. Marhamat, videoni ko'rib, like bosmasdan iloji yo'q. Assalomu alaykum Nasimxon aka hamda Moskvada nima gap kanali Navro'zbek aka. Bizlar sizlarga 14-chishlo kuni video обращение bilan chiqqan edik. Mana 2 kun ichida bizlarning ishimiz ko'rib chiqilib, pasportlarimizni qo'limizga olib kelib berdi. Hamda Toshkent ichki ishlar organlariga biz mingdan ming rahmat aytamiz. Mana pasportlarimiz hammasi qo'limizga olib kelib berildi. 5 ta Turkmaniston akalarimiz pasportlari 5 oydan beri zalogda o'tgan edi. Mana 2 kun ichidagi pasportlarimizni qo'limizga oldik. Sizlarga mingdan ming rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Rahmat aytamiz Aziman aka.